Yaxshimisiz? Pul olib keldingizmi, dada? Mana olib keldim. Qanaqa tarbiya bergansan bunga, ha? Endi men maksimalniy vaspitaniya berdim. Bu yog'ini o'zingiz berasiz. Nimani urib tashlab kelgan? Otangni hozir. Hozir ishtoniga bo'lmasa qo'yadi mana shuning. Mana shu bolka chingalchikuyni katta qilaman deb Rossiyada sovuqda ishlab yurdim men. Mana shu. Yaxshimisiz kelar? Kim bu? Mol salom berishni ham bilmaydi. Qizingiz Lubaku? Ko'kizday bo'lib ketibdimi? Ne ishlaydi o'zi bular? Ya tavba qildim, bolasining sonini bilmaydi bulay. Sen kimsan? Tochkani xo'jayinimi? Sen kimsan? Sen kimsan? Bir uy Hey! sog'indim. Kim bu? Uyimizda begona xurras paydo bo'lib qoptimi? Kim bu? Kim bu bola? Sochi qora. Kim bu pituq? Kimsan? Dadasi, bu o'g'lingiz qani? Buni ham tuqqanding, ha? Bu dadang bu. O'sha kuni uxlaylik dedim senga, ha? Qani dadasi, Rossiyadan bolalaringizga nima olib keldingiz? Ya ochma. Jim tiring endi, qani vaqa. Ya, lala ko'takliklarimi? Buni kimga olib keldingiz endi? Shu bolalaringga olib keldim-da. Ha, ho'kizdek katta bo'lib ketishini qaydan bilay, kichkinachaydi-ku. Bu lalakuni yangi qadoqdagisi. Buni paxtasi borku Amerikadan olib kelinadi. Materialni ham yumshoq qilib chiqargan, botmaydi, namlikni ham o'tkazmaydi. Buni Rossiyada turib ham olsa bo'ladi, Valbiriston. Voy, o'lib. Sen kimsan? Amaki chektira olmaysizmi? Ho, rossiyskimi? Bas qilib o'tiribsiz. Ey uka. Shuncha yil bola chaqam deb Rossiyada ishlanmanu. Bolalarim tarbiyasi bilan shug'ullanmanman. Ha, nicho. Mana meni ham dadam bugun Rossiyadan kelgan. Hali ko'rganim yo'q. Dada kim? Dilmurod, Dima deydi hamma. Nima deb